Masjidul Misr. Yangi masjiddagi Misrdagi eng katta masjidlardan biri. Bu yerga mana 30 ta g'urfa qilishgan. 30 ta g'urfa, ya'ni 30 ta xona. Har bir xonada bir poradan Qur'on devoriga yozib chiqqan, bir poradan. Bu Innalloha astafa lakumuddin udkhuluha bisalamin amin. Oxirgi bu ekan. Amma surasidan boshlanyapti bu. 30-pora kelib ichkarida mana oxirgi g'urfaga